Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi tarozimiz Andijon viloyati Paxtabod tumani Uyg'ur qishlog'iga olib keldik. Mol tarozimiz uzunligi 2 metr, har doimgidek standart holati. Eniga 1 metr, ko'tarish tonnasi 2 tonnalik, zapchasilar Turkiyaniki 2 yil garantiyasi bilan. Bu tarozimizning narxi $520 chiqadi. Aka, shuni chiqib ko'rsatib bering. Tarozimiz mana holati. Quyosh bo'lgani uchun pirilayapti. Yoqa-yoqa yurib ko'rsatib bering-da. Mana novvoz chiqib tortganda ham bitta kilo qotadi. Просто nima deydi? Hozir quyosh tushgani uchun pirilayapti. Mana ko'rib turganingizdek, ammo kilo o'zgarmaydi. Yuravering aka. Yoqa-yoqa. Mana. Aka, bu obunachilarga ham tavsiya qilasizmi tarozimizni? Xudo xolasa zo'r ekan, aka, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Hamma zapchaslari bor ekan. Ko'ngildagidek chiqdimi tarozi? Mustahkamligi. Zo'r ekan, aka. Biz bu darajada deb o'ylamadik. Mana klientlarimizdan xursandmiz aka. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Klientimiz o'zlaridan eshitdilaring. Kimgadir shunaqa tarozlar yasash xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Bizni manzil Namangan viloyati Pop tumani. Turkiya tarozlar yasash xizmati. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.